Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan maqsadli auditoriya haqida gaplashamiz. Ya'ni target reklamasini yoqayotganimizda kimga yoqishimiz kerak, qanday yoqishimiz kerak, bu kreativlar ana shu auditoriyaga mos keladimi, yo'qmi? Bunaqa muammolarni yechimini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar siz SMM mutaxassisi yoki targetolog bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun juda ham sizga kerakli bo'ladi. Xo'p, auditoriyaning muammolari o'zi nima bo'lishi mumkin? Qaysi auditoriyaga reklama yoqsam, qiziqishlarni qanaqa belgilasam bo'ladi, nechta interes kirgizsam yaxshi ishlaydi reklama, bu auditoriyaga nechta yoki qanaqa kreativ ishlatishim kerak degan muammolar sizda ham bo'lsa, hozir men sizga mana shu muammolarga qanaqa qilib to'g'ri yechim topish mumkinligini o'rgatib beraman. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ismim Jasurbek. 5 yildan beri SMM targeting sohasi bo'yicha ishlab kelyapman va shu bugungacha 100 dan oshiq shogirdlarni chiqardim. 50 dan oshiq loyihalarda sifatli lider olib kelish orqali ularga potensial mijozlar olib kelib, ularning sotuvlarini oshirishga erishib kelyapman. Hop, endi darsga qaytadigan bo'lsak, hop, maqsadli auditoriyani o'zi qanaqa tanlash kerak? Bitta gap bor, kreativ qanchalik zo'r bo'lsa, qanaqa auditoriyani belgilashni qizig'i yo'q. Ya'ni sizda kreativ qanchalik zo'r bo'lsa, siz hech qanaqa interes belgilashingiz shart emas. Bu narsani men o'zim ham amaliyotda ko'p loyihalarimda qo'llab kelganman. Shuning uchun ham har bitta target reklamasi uchun yoqiladigan kreativlarni o'zim ruchnoy qo'lda yozib chiqaman. Lekin o'zi kreativ nimaga bog'liq bo'ladi? Maqsadli auditoriyaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni maqsadli auditoriyani qanchalik zo'r tahlil qilgan bo'lsak biz, uni og'rig'i, muammosini bilamiz va o'shunga moslab turib biz kreativni ishlab chiqamiz. Xo'p, o'zi maqsadli auditoriyani qanaqa qilib to'g'ri aniqlash mumkin? Hozir sizlarga buni podrobniy tushuntirib beraman. Xo'p, biz maqsadli auditoriyani asosan ikki xil usul bilan aniqlashimiz mumkin. Birinchisi qisqa muddatli, ikkinchisi uzoq muddatli qilib aniqlashimiz mumkin. Uzoq muddatlida biz kastev qilib maqsadli auditoriyamizni aniqlaymiz. Bu juda ham ko'p vaqtimizni olishi mumkin, lekin bu ana shu vaqtimiz olganiga yarasha samarali bo'ladi. Bu orqali, ya'ni kastev orqali qanaqa qilib aniqlaymiz? Biz so'rovnomalar o'tkazamiz, offlayndagi mijozlar bilan suhbatlashamiz, ularda og'rig'i, muammosi, ular bizdan mahsulot sotib olsa qanaqa taassurot oladi yoki ololmasa qanaqa nimani yo'qotadi yoki nima taassurot ololmay qolishi mumkin. O'sha narsalarni hammasini o'rganib chiqqanimizdan keyin biz mana shu maqsadli auditoriyamizni aniqlaymiz. Bu asosan uzoq muddatli ko'zlab qilinadigan ishlar uchun amalga oshiriladi kastev. Ya'ni siz ishlayotgan loyiha yoki kompaniya uzoq muddatli ko'zlab ish qilmoqchi bo'lsa, bu kastev orqali maqsadli auditoriyani aniqlash juda ham sizga o'z samarasini beradi. Ikkinchi usulimiz qisqa muddatli, ya'ni auditoriyani kuzatish orqali. Biz ularda o'zimizning Instagram sahifamizdan yoki boshqa platformadagi sahifalarimizda kuzatish orqali biz ularda o'rganamiz. Yoki bo'lmasam raqobatchilarimiz akkauntidan o'rgansak bo'ladi, qanaqa postlar qo'ygan, u postlarga qanaqa qiziqish bildirishgan auditoriya, qanaqa layklar bosgan, ularning profillariga kirib chiqishimiz mumkin, ya'ni komment yozgan odamlarni kuzatishimiz mumkin, podpiska tashlagan odamlarni ko'rib chiqishimiz mumkin va shu orqali ularda biz o'zi qanaqa ekanligini, ya'ni u maqsadli auditoriya qanaqa ekanligini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Buni ko'rib chiqish jarayonida ham 30 ta, 20 ta, 30 ta, 50 tagacha bo'lgan odamlarni Instagram profillarini yoki boshqa saytdagi profillarini kuzatishimiz kerak bo'ladi. Kastevda ham xuddi shunaqa 10-15 ta odam bilan qanaqadir so'rovnomalar yoki bo'lmasa offline suhbatlar amalga oshirilishi kerak hisoblanadi. O'zi auditoriyamizni nimasiga qarab aniqlashimiz kerak? Birinchi o'rinda demografik ma'lumotlari, yoshi, jinsi, yashash joyi, oilaviy holati, daromadi, ishi, umumiy shunaqa ma'lumotlari. Keyingi qadamimiz bo'lsa bizda mijoz profilini yaratish bo'ladi, ya'ni mijoz portretini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Muammolari nimada, nimadan qo'rqishadi, nimani xohlashadi, kimlarni kuzatishadi, kontentlarni qayerda va qanday qabul qiladi. Ya'ni qaysi platformalarda kontentlarni ko'proq kuzatishadi va ko'rishadi. Ularga qayerda o'tirish, qaysi platformada, qaysi ijtimoiy tarmoqda o'tirish yaxshi va shu orqali biz ularga o'zimizni mahsulot yoki xizmatimizni sotish ehtimolimiz
katta bo'ladi. Kelinglar, hozir sizlar bilan realniy keysda mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Ingliz tili kurslari bor bizda. Bu ingliz tili kurslarini biz qanaqa qilib sotishimiz mumkin? Ya'ni target reklamasiga ularning maqsadli auditoriyasini qanaqa qilib aniqlashimiz mumkin? Birinchi o'rinda biz segmentlarga bo'lib chiqishimiz kerak auditoriyani. Ya'ni bir nechta qatlamlarga bo'lishimiz kerak. Xo'p, birinchi segmentimiz oliygohda o'qiydi. 18 yoshdan 22 yoshgacha, maqsadi ingliz tilini o'rganib, ALIS olmoqchi. Og'rig'i va qanaqa muammosi bor? Ingliz tilini o'rganish qimmat deb o'ylaydi va ko'pincha orqaga surib yuradi. Nimani xohlaydi? Sifatli, manzilga yaqin va unga mos keladigan o'quv markazida xohlaydi. Ikkinchi auditoriya segmenti bo'lsa, bizda 16 yoshdan 18 yoshgacha maktabda o'qiydi va abituriyent. Maqsadi ingliz tilini o'rgansa, oliygohlarga kirishda yordam berishini biladi. Hop, og'rig'i va muammosi vaqti ko'p, lekin sinalgan metodika yo'q. Xohishi aniq kuchli metodikali markazda o'qimoqchi. Yana bitta auditoriya qilsak bo'ladi. Uchinchi auditoriya ota-onalar auditoriyasi bo'lishi mumkin. Farzandini ingliz tili o'qishini xohlaydi. Chunki har bitta ota-ona o'zini farzandini kelajakda yaxshi kasb egasi bo'lishini xohlaydi. Shu usulda auditoriyani segmentlarga bo'lamiz. Endi mana kreativlarni yozish jarayoniga yetib keldik. Ya'ni maqsadli auditoriyamizni aniqladik. Endi biz maqsadli auditoriyamizni segmentlarga bo'ldik. Segmentlariga moslab kreativ yozishimiz kerak. Nima uchun segmentlarga moslab yozishimiz kerak? Masalan, 18 yoshli bola bilan 35 yoshli erkak kishini ingliz tilida o'rganish maqsadi bir xil emas. Xuddi shunaqa, ya'ni talaba bilan maktab o'quvchisiniki ham bir xil emas. Chunki maktab o'quvchisi universitetga kirish uchun o'rganmoqchi bo'lsa, universitetda o'qiyotgan talaba boshqa maqsadda o'rganishi mumkin. Magistrga qat'iyatdir chiqib ketish uchun, chetga chiqish uchun o'rganishi mumkin. Ya'ni shuning uchun ham biz maqsadli auditoriyani bir nechta segmentlarga bo'ldik va endi ana shu segmentlarga moslab kreativlar yozib chiqamiz. Masalan, birinchi segmentimizga qanaqa yozishimiz mumkin? Ular oliygohda bo'sh vaqtidan foydalanib, ALIS olishi mumkinligini, o'quv markazimizda natijalar borligini va yaxshi o'qisa, u ham ALIS olishini tushuntirishimiz kerak. Keyin qulayliklar haqida gapiramiz. Buni bir nechta kreativlar qilamiz. Eng muhim narsalardan bittasi kreativda hook va hold rate'lardan baland bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni boshida hook, boshi, videoda asosiy boshi qismi 3 sekunda, ya'ni auditoriyani ushlab qoladigan qismi hook, oxirida CTAdan обязательно foydalanishimiz kerak. Ya'ni reklamamizni ko'rdi odam, nima qilsin u odam? Bizga direktdan yozsinmi yoki ro'yxatdan o'tsinmi yoki ma'lumotini qoldirsinmi, nima qilsin? Shu narsasini to'liq yozishimiz kerak bo'ladi. Endi asosiy joyga keldik. Yozilgan kreativlar bo'yicha reklamalarni ishga tushirishimiz kerak. Qanaqa qilib ishga tushiramiz? Birinchi o'rinda auditoriyani biz segmentlarga bo'lib chiqdik. Har bir segmentga moslab kreativlarni ishlab chiqdik va ana shu segmentlarni endi reklama yoqayotganimizda to'g'irlab ketishimiz kerak. Ya'ni birinchi segmentimizga moslab yozgan kreativlarimizni faqat birinchi segmentimizga ko'rsatishimiz, ikkinchisiga yozgan kreativlarimizni faqat ikkinchisiga ko'rsatishimiz kerak. Va ana shularni dubl qilib, AB test qilib reklama yoqib ko'rsak ham bo'ladi. Ya'ni bizga qaysi biridan yaxshiroq rezultat bo'lyapti, qaysi biridan bizga sifatli va sotib olishga tayyor bo'lgan lidlar kelyapti. Va biz auditoriyani test qilayotgan jarayonimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor, ya'ni CTR. Bu CTR bizga auditoriyamizga, ya'ni biz belgilagan auditoriyaga kreativimiz qanchalik mos kelayotganini aniqlab beradi. Masalan, u 2% yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu kreativimiz ham, auditoriyamiz ham yaxshi ishlayapti va ularga to'g'ri reklamani biz ko'rsatyapmiz va bizga bu yaxshi natija olib kelib bera oladi. Agar undan past bo'ladigan bo'lsa, bu bizga o'z samarasini bermay qolishi mumkin. Xuddi mana shu strategiya orqali biz doimiy loyihalarimizda ishlaymiz va mana shu orqali loyihalarimizga yaxshi rezultatlar ko'rsatib kelyapmiz. Agar siz ham professional target sohasini o'rganishni xohlasangiz, 5-6 aprel kunlari men bepul offline workshop qilyapman. Mana shu workshop orqali siz ham targetingda qanaqa qilib $500 dan $1000 daromad qilish mumkinligini o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari, realniy keyslarda sizga target yoqishni ham o'rgatib qo'yaman. Hoziroq pastda havola berilgan, ana shu havola ustiga bosib, yopiq Telegram kanaliga qo'shilib oling. Hammaga rahmat.
Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar.